Assalomu alaykum 4 kilo bu muxlislari, hormonlar, bağımlılar, karantin viruslar bilan hammasiga bugungi videomuz Amurskiy Gazing Renaissance kampında açılgan toza kafe hakkında bo'ladi. Endi to'liq o'zbek kafe deb bilamiz. O'zbek ovqatlari ham bor. Bugungi videomuz shu kafening ichki görünüşü, ovqatlarning senasi hakkında bo'ladi. Demek videomuzdan başlayalım. Tak, görüp turganlarınız salatlar, свежий salat, badırgen pomidor 120 rubl. Salat iz markova, geçirçimçi dima bizede 70 rubl. Vinegretka, lavlagi salat 70 rubl. Tak, salat dima. Tak, baklajan salat o'xshaydi. Savzavot salati deydi. Tak, 150 gram senasini yozmabdi. Мясной. Salat мясной, go'shtli salat deydi. Buning ham senasi yo'q. Aslan birinchi ovqatlar o'tamiz. Borsh deydi. Borsh qizil sho'ra bilasizlar. 300 gram 120 rubl. Мясо sup po-kazakski. Kazakcha sho'rva deydi. Tak, 250 gram bo'ladi ekan, 220. Aha. Tak, 250 gram 220 rubl bo'ladi ekan. Tak, sup harcho sho'rvasi. Bu nechik sho'rvaligini tushunmayman doğrusini aytsam. Tak, 300 gram 160 rubl ekan. Pelemen s bulyonam, pelemen bulyon sho'rvasi bilan tak 400 gram bo'ladi ekan, 180 rubl. Dolma po-ruski, ruscha dolma deydi. 350 gram 180 rubl. Sup s kleshknava net tushunmadim, o'zingiz tushungan bo'lsanglar bilan 350 gram 200 rubl bo'lar ekan doğrusu. Tak, sup lapsha, lag'mon sho'rva 400 gram bo'ladi, 160 rubl. Так, второй блюдо. Манты с говядиной 180 грамм 180 рубл. Ханым, рулет из говядины в тесте. Так, 300 грамм ханым 200 рубл. Pelemen s maslom mayonezi, qarchi o'zingiz bilasizlar, o'qib olasizlar, gönlük tutdi. 250 gram 200 rubl. Mantı жареный, qovurilgan mantı qatiqmi? 250 gram 200 rubl. Kotlet пожарки tagliati 100 gram 100 rubl. Makaron palov 200 gram 160 rubl. Makaron palov 160 rubl. Pelemen жареный, qovurilgan pelemen 280 gram 220 rubl. Рыба жареный mintai 100 gram 100 rubl. Голубцы, так, 250 gram 220 rubl. Жареная картошка с мясом, go'sht bilan qovurilgan kartoshka 250 gram 220 rubl. Так, горячий сыр. Так, bag'ir 300 gram 220 rubl. Gulash, мясо говядины, gulash 300 gram 220 rubl. Qayish 5 barmoq 300 gram 220 rubl. Biftek 300 gram 200 rubl.
С гарниром dedi. Мясо по-восточному. G'arbiy говядинасы kartofel. Qovurgan kachka go'sht bilan. 200 gram 220 rubl. Tak plov праздничный. Bayram palov ekan. Короче, 1 kilosi 2000 rubl. Omlet 120 rubl. Pozi 180 rubl. Так. Ana последний. Шашлык куриный 200 gram 180 rubl. Шашлык из печени. Bag'irdan bo'lgan шашлык 200 rubl. 200 gram 150 rubl. Шашлык из телятины. Tushunmadim. 180 gram 180 rubl. Yuliya kebab. Lo'li kebab из 180 rubl. 180 gram. Buyani lepyoshka nonlar общий fonda ko'rsatib qo'yaman bularni. Ko'rib turgan senalangizda va mening zakasi manti, choy, non bilan sousali yemadi. Qani bu mantisini ochib ko'raylik qani. Tak sousdan alamiz. Соус бесплатный ekan. Yapma. Zo'r. Gap yo'q mantisini. Tamam yaxshigan-ku. Ana bizning bir nafarlik ishda birga ishlaymiz. Bo'ladi, sen yoqimli ishtaha kelishni unutmang va videoga like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmaysizlar degan umidda o'zimga yoqimli ishtaha dilayman. Hammaga salomat.